Alloh taolo bandaga juda yaqin kelib aytadi. Ey bandam deydi. Nima gunohlarni qilgan eding u dunyoda? Banda endi gunohlarimni so'rayapti, halokatga uchrasam kerak deydi-da, hijolat qilib, qo'rqib, Alloh o'zi biladi. Lekin gunohlarni o'zidan e'tirofini so'rayapti banda. Banda falon gunohni qilganman, piston gunohni qilganman deb gunohlarni sanab ketadi. Sanaganda Alloh taolo yana eslatadi. Falon gunohni ham qilgansan-ku deydi. Ha, uni ham qilganman deydi. Endi banda aytadiki, endi halok bo'ldim shekilli. Endi shuncha gunohlarimni Alloh taolo yuzimga solyaptimi? Najot yo'q shekilli deb ichida qo'rquv paydo bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadiki, o'sha gunohlarni hammasini dunyoda boshqa odamlar bilmasida, ha, berkitganidimi? Ha, satr qilganmidim? Ha, kechirganimga dalil edi o'sha deydi. O'sha gunohlaringni hammasini hozir savobga aylantirib senga beraman. Deganda bandani yana gunohlari esga tushadi. Bekitganlar savobga aylanyapti-yu.